Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed İbni İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıdaki dersimizin devamında ilim hakkındaki babının tüvendeki babıda yani ilim iliş için, ilim egelleş için növetleşiş hakkındaki babını okuyamiz. Yani ilim iliş için növetleştik mesela bir gün bir sabaqdış bardı, bir gün bir sabaqdış bardı da ikisi baramağan günlükini toluqlaydı. Bu mu ilim öğrenişteki bir uslup? Aynı vaqtda yaratılgan bir uslubdan birde. Bu mesela hazırdak mesela akademik dersxanalar bolmagan medrese şekillardagi dersxanalarga ait maskildigan bir uslublarni biri. İmam Buxoriy shunday deydi, bizga Abul Yaman hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi deydi, bizga Shuayb Zuhridan hadis so'zlab bergan edi deydi. Bularning tarjimali boshda o'tgan. Endi yani bu isnat yani bir almashtırmayadi. İmam Ebu Abdullah yani İmam Buxoriy yani mundaq dedi. İbn Vahab mundaq degan idi dedi. Bizga Yunus İbn Şahab'dan, İbn Şahab Ubeydullah İbn Abdullah İbn Abi Savr'dan, Abdullah İbn Abbas'dan, Ömer'den hadis rivayet qilib bergan idi dedi. Ondaqda İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bu hadisni Abul Yaman'dan Zuhri orqali bir anlagan, İbn Vahab orqali yana Zuhri'dan bir anlagan. Demek bu hadis yani iki isnadlık hadiste. Onun üstüne bu hadis yani sahabeden hadis rivayet kılıyordu. Mesela Abdullah ibn Abbas ile Abdullah ibn Abbas, Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu'dan bayan kılıyordu da bu hadisle. Bu iki isnaddaki ravilarniki hemmisinin tercümalını biz başta bir qor sözlep öttük. Fakat bu yerde bayan kılınmayan kişi Ubeydullah ibn Abdullah ibn Abi Savr degan kişi. İmam Buxoriy rahmetullahi alayh şu Abdullah ibn Abbas orqali rivayet qilgan, mush hadislarni rivayet qilgan bu odamdan. Bu kishining tug'ilgan vaqti, o'rni, vafot bo'lgan vaqti aniq emas. Ammo bu kishining Hijaz zaminida bo'lib, Madinada yashaganligi ta'kidlangan. Abdullah ibn Abbas ustozi bo'lsa, Muhammad ibn Muslim ibn Shahab az-Zuhri shogird bo'ldi. Demak, eng yutuq odam bu odamniki ham shogirdi, bir tarafdan ustozi bo'ldi. Bunun qaragan vaqtda bu odam muhili odatdagi ravilardan emaslik kelib chiqdi. Endi Ömer radhiyallohu anhu deydi-da bu yerda. Men va ansarlardan meningki bir qo'shnim bor deydi. Umayyat ibn Zayd jamoatida. Yani shular o'ltiraqlashgan rayonda deydi. Bu yani Madinaniki avvali degan rayondan edi. Tarixchilar endi bu kishiniki bu qo'shnisini Itban ibn Malik edi deydi. Bu Bani Umayyat ibn Zayd degan bu Umayyalar jamoatidagi Bani Umayya emas. Bular Ansarilarning Aws qabilasidan bo'lgan Umayyat ibn Zayd jamoati. Bularniki uyning o'rni hozirgi shu Quba masjidiga yaqin bo'lgan rayonda. Masalan, Juma masjidi var. Peygamberimizdeki masjidiga 2 kilometr qildi. Peygamberimiz tunji qatim Juma o'qigan masjid var. Shu yerda Itban ibn Malikning uyi bor. Umar ibn Xattobning shu yerda tug'ilgan. Chunki Itban ibn Malik bilan Umar ibn Xattobni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir-biriga og'ayni do'st qilib qo'ygan. Shunga bir qism yerlarining, bog'lariniki mevlarini shu tang bo'lishdiganga bular ikkisi og'aynilab yashagan bu yerda. Hozir masalan bu yer Madinada Qubaning udulida Mustashfal Ansar deydigan rayon bor. Shu yerniki atrofiga to'g'ri keldi bu joy. Yani Madinaga Payg'ambarimizning masjidiga 2 kilometr, 2,5 kilometr atrofidagi joyda. Shu joydan hamda bular bir-biri bilan qo'shnilab o'tishib, savaqlashib ham o'tgan ekan. Bu odam deydi, biz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki qishig'a biz navbatlashib boratdik. Bir kun u boratdi, bir kun men boratdim deydi. Men borgan kunsi shu kundagi bo'lgan voqealiklarni, vahiy va undan boshqa umum turli ahvollarni men uning so'zlab beratdim. U borgan kunsi u ashuna o'xshash u kunda bo'lgan voqealikni menga so'zlab beratdi deydi. Bir kunsi bu do'stimning navbat kelib, ansari do'stimning navbat kelib ketdi-da endi. Chunki Umar ibn Xattob ba'zida dehqonchilik qildi, tijorat qildi, oila turmush va shu bu ishlarni hamma narsaning haqqini berib ma'mus bo'lmay turmishda. Cho'qim zoit bo'lib, hamma narsani tark dunyo olib ketishga bo'lmaydi. Oilasini beqish muhim, turmushni o'rinlashtirish muhim. Lekin sahobalardan biz o'rnak bo'lib o'rgangan bir muhim nuqta, nima eng munosib qilish tegishlik bo'lsa, shuni eng afzal deb qiladi. Mayli dunyoviy ish bo'lsin, mayli diniy ish bo'lsin, bir-biriga so'qash deb qo'ymaydi-da sahobalarning bu ishi.
Şunu bilan bir kunsa ishkimni qattiq urib ketdi deydi. Belki men xutbandan keyin bo'lsa kerak-da, hamda chunki avval xutbandan keyin qaytadi-ku hamda kishilar. Ishkini qattiq urib bulab sahoba debdi-da, "O shadu degan gapni qilibdi. Ya'ni bir qo'rqinchli bir ahvolni bayon qilmoqchi bu kalimada. Masumma samma. Shunda men darhol qo'rqib uning qishiga chiqdim dedi. Amaliyotda Umar ibn Xattobniki ensirash qo'rqishi bu yerda. Shu vaqtida G'assaniylar Madinaga bostirib kelmaz degan ekan. G'assaniylar Shomniki ayni vaqtdagi Rimning qo'l ostidagi cho'ng podsholar, hamda arablar eng cho'ng podsho ikki eti shu paytlarda. Biri Manozira, biri G'assaniylar. Manozira Iroq tarafda, G'assaniylar Shom tarafda. Şunu bastırıp kelgan o'xshaydi deb ensirdim de. Bularning qo'shini bekjiq. 100,000-200 minglab qo'shinlar var bu G'assaniylarniki. Shunga bilan u dediki, bek ig'ir ish yuz berdi dedi. Shu jarayonda bo'g'a avvaldan dedi hamda Rasululloh ayollarni taloq qilishdi deganda gaplarni dedi. Bu tafsilotni men qisqartib qo'yibdi. Şunun bilan odam deydi, men hapsdan qishiq kirdim dedi. Hamda aytganda bomdatni beribdi men masjidga. Berib shu yerda hapsdan qishiq kirdim dedi. Yig'lab o'ltiribdi. Shunga bilan sizlarni payg'ambarimiz taloq qilyaptimi? Dedim dedi. Ömer. Qizim dediki, bilmayman dedi. Ondan payg'ambarimizdan qishiq kirib, men o'rt turib dedim, ayollarini taloq qilyaptimi? Ulardan ayrilib ketdimi? Desem Peygamberimiz yo'q dedi. Şundan men Allahu Ekber, Allah hamdan ulug'dir deb bir xil xushalliqda ma so'zni hamda deyapti-da. Chunki hamda Umar ibn Xattobning bu yerda ansirishi qizining xatni berganmidi, taloq qilayotganmidi deb payg'ambarimizni bir kuyug'onlik bir shon sharpidan bir mahrum qolgan demanmi deb payg'ambarimizni naqadar yaxshi ko'rgachga, so'ygachga bu qo'rqib ketyapti. Bu Ömerning sevgisi, bir ummatning sevgisiga barobar payg'ambarimiz sevishdi. Chunki Umar ibn Xattobniki bu Rasulullohni sevgan holatlar bu yerda aks etmayapti. Nurg'un paytlarda ajoyib ko'rinishlar bilan Rasulullohga bo'lgan muhabbatini izhor qilgan bu kishi. Bu hadisda bizga muhim bo'lgan nuqta nima degan vaqtida hamda sahoba do'stlar, qo'shnilar ikkisi bir kundan dam olib olmashib ilim o'rganish bo'lgan, bir yerismanlik, ilmi bo'lgan, qiziqish. Shunchalar o'ziniki turmushi, nachar sharoitini qo'yib turib bular ilm egallash zavqidan bular imkon bor, sharoit izlab bular foydalanyapti. Sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.